Bemalol yuvib, kater bilan yuvasizlarmi, nima bilan yuvsanglar ham bo'la oladi buni. Assalomu alaykum. Gold Euro fasad kuzatib boruvchi obunachilar. Mana Triventin Sokolimizni ustunovka qilishni boshladik. Xudo xolasa, bir dona samarez bilan qatiriladi. 20 yil garantiyasi bor. Sovuqqa chidamliligi bo'ladi mana. Ko'rib turganinglardek chaklariga to'g'ri keladi. Mashinasi yuvsanglar ham bo'ladi. Albatta bu laklanmagan holatda, laklansa yana ham go'zal chiqadi. Bunisini ko'rsataylik ekan bu. Kelinki toshimizdan bunga so'lqilib parnas tushgan bir-biriga seviyda hozir laklanmagan holatda. Atkoslari tunika fondan bo'ladi, karishniy bitkanda o'ta go'zal chiqadi. Ko'rsataylik mana. Ko'pchilik so'raydi, qanaqa devorga bo'ladi, penoblokka bo'ladimi, bo'lmaydimi deganlarga ko'rsatib o'taylik tepani penoblok. Birinchi etaji shlaka blok, mana ko'rib turganinglarda atkosdan ko'rsatsak bo'ladi. Ikkinchi etaji penoblokdan bo'lgan. Mana ukam, to'xtang mana ularga. Bemalol yuvib, kater bilan yuvasizlarmi, nima bilan yuvsanglar ham bo'la oladi bu mana. Bu hali laklanmagan holati bu. Originali bo'ladi mana. Originali. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, inshaalloh mahsulotimiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Mo'shi mahsulot. Murojaat qilaverasizlar. Ba'zanlarni qo'yganimni ham ko'rsatib qo'ying ekan. Mana bu yerda uyimizni uchuplyonli qilish maqsadida mana akamiz bazaltdan foydalangan. Uy endi to'pli dom bo'lib qoladi. Penalar qo'yib mana, binachalik sovuq ham kirmaydi.